Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Yaxshimisizlar? Hozir mana eski bozorga yetib keldik. Ya'ni Namangan shahri 5-mikronda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Kiraverishda, ya'ni yon tarafdan kiraverishda katta darvozasi emas. Mana bu tarafda, ya'ni mana bu tarafda Mir hamda Kia salon bor. Turkiston mehmonxonasidan shundoq kiraverishda biz kirib umumiy videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, videorolikni boshlaymiz. Do'stlar, qaranglar. Ba'zilar aytishyapti, har kuni video qo'ymayapsiz deb. Lekin men har kuni video joylayapman. Siz prosta video ko'rayotganingizda like bosmayapsiz. Shuning uchun sizga video kelayotgani haqida ogohlantirmayotgan YouTube kanali. Shuning uchun agar sizlarga malol kelmasa, bittadan like nuschasini bosib qo'yinglar. Adresni tanishtirdim. Qaytgancha qo'ng'iroqchani yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Shunda sizga eslatib turadi. Azizlar, qaranglar. Videorolikni boshlayapmiz. Mana shu yerdan bosmaganlar albatta bosib qo'yinglar. Mehnat bizdan, like esa sizlardan. Bularni ko'ramiz. Mana shu yerda choynaklar bor. Hop, gaz plitalardan aytib o'tib ketaveramiz bu tarafga. Yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Hammasi ishlaydi. Bular rossiyskiy gaz plitalarimiz, hammasi ishlaydi, рабочий. Remont qilib qo'yganmiz. 2 xonali deyshadi. Bu rossiyskilar qanchadan? Rossiyskiy gaz plitalarimiz buları 400 mingdan. 400 ming so'mdan qimmat emasmi? Kelishadigan narxini sirasi aytavering. Kelishadiganimiz 300 ming, 350 ming. 300 ming so'm eganda. Bular ham bulari 200 ming, 250 ming. 200 ming, 250 ming. 250 ming. Demak, qarab turing. Bu 150 ming, bu Yo'q, shunaqa bo'ladi. 200 ming, 250 ming. Mana unisi 150 ming, 180 ming. Bo'ladigan narx. Men endi kamini aytibman, ha. Ha, bular mana 300 ming, 250 ming. 300 ming, 250 ming. 250 ming. Bo'lgan narx shunaqa bo'lyapti. Ha, do'stlar, agar kerak bo'lsa, bu yoki pastayanda shunaqa narsadan sotadi. Ha. Nomeringiz necha? Amaki. 94 lik. Xo'sh. 207 Xo'sh. 7304. Sizda ko'p bo'ladi bunaqa narsalar. Pastyanni bo'ladi, u yerda ham bo'ladi. Ha. Bemalol yaqinjoqda. Xo'p, gaz plitalarni ko'rdik, endi choynaklar hamda mana bular. Qanchadan bu choynaklar? Choynaklarimiz 80 mingdan 40 ming so'mgacha. 40 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. 80 ming so'mgacha choynaklarimiz bor. Hammasi holati yaxshi. Holati yaxshi. Hop. Bu nima uchun bu? Bu mant qozonni tagi bular. Katta mant qozon taglari. Nech pul ekan? Ular 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. Dim qozon ekan. Dim qozonlarimiz bor, 2 xil. Nech pul? Ular 100 ming